Nechta qo'ysang ham foydasi yo'q. Bitta qo'yasanmi, ikkita qo'yasanmi, baribir suvni o'tkazadi, hidni o'tkazadi, ishlamaydi, qo'yganman, kerak emas deb ko'pchilikning muhokamasiga sabab bo'lgan yana обратный klapan temasiga qaytamiz. Обратный klapan suv o'tkazib yuboradi deganligi. Mana bu suv, bu обратный klapanimiz. Ichi to'la suv. Suvni ko'rdingiz. Klapanimizning ishlamasligiga 4 ta asosiy sabab. Ishlamasligining birinchi sababi ko'pchiliklarimiz buni montaj qilayotganda turbani holati bilan birga tiqib qo'yiladi. Uklon bo'lgan hisobiga klapan ochilib qoladi. Aslida bu 0 yoki ozgina kontrklonda qo'yilishi kerak. O'shanda klapan 100% yopib o'tiradi. Ikkinchisi, обратный klapanimizni bitta obyektda kamida ikkita qo'yilishi kerak. Hovlidan chiqishga va hovliga chiqishga yana bitta qo'yiladi. Sababi hovlidan ko'chagacha bo'lgan masofada kanalizatsiya liniyamizda har xil chiqindi suvlarning hidi chiqib yotadi. Ana o'sha ham uyga hidi chiqishiga sababchi bo'lib qoladi. Uchinchisi, bir yilda kamida 2 marta yoki 3 marta обратный klapanning o'zini bitta ochib, ichiga bitta nazar solib qo'yish kerak. Sababi mana bu oraga musor turib qolsa, bu yana 100% yopilish xususiyatini yo'qotib, siz xohlamaydigan suv va hidlarni o'tkazishi mumkin. To'rtinchisi, agar bu ishni qilmasangiz, siz 4 ta обратный klapan qo'ymaysizmi? Baribir uyda hidni yo'qota olmaysiz. Bu nima desa, kanalizatsiyangizni oxirgi tochkasini albatta tomni eng yuqori qismiga chiqazing. Agar tomni yuqori qismiga chiqazmasangiz, 10 ta обратный klapan ham sizni uyingizni hidlanishdan ushlab bera olmaydi. Menimcha, обратный klapan temasini yopdik. Buni foydasi yo'q degan tanishinglarga videoni jo'natib qo'ying. Foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.